Bu videodan keyin bozorchilar meni yomon ko'rib qolishi aniq. Iltimos oxirigacha ko'ring va yaqinizga jo'natib qo'ying, ular aldanib qolishmasin. Ko'rpachalik materialimizni narxi 1 metri 90 ming 95 ming atrofida turishini ko'pchilik biladi, lekin uni orqasiga ishlatiladigan astarlikni nech pul turishini ko'pchilik bilmaydi. Qarang. Astarlik mana bu ko'rpacha bo'lsa, orqasiga tikilgan. Metri optimda 7 mingdan 30 minggacha, 40 minggacha turadi, lekin ko'pchilik nima ish qiladi sotuvchilar? Buni arzon aytadi narxini. Ko'rpachalik metrini arzon aytadi. Astar guli bir-biriga o'xshagani uchun daji sotadigan odam ham bir xilda ajratib olish qiyin bo'ladi. 15 minglik narsani 50 mingdan, 40 mingdan beradi. Buni 80 mingdan berib yuboradi. Bundan foyda qilmaydi, buni foydasi ham qiziq. Shuning uchun aldan qolmaslik uchun nima qilish kerak? Bizda yechimi bor. Uyg'ur bozor H40-do'konga kelasiz, tayyor ko'rpachalardan olasiz, imkoniyatingizga qarab, vkusingizga qarab, astarga qarab qilib beramiz. Siz xohlagandek astar, agar bizda turgan astar yoqmasa, bozorda ko'rsatasiz, shundan qilib bergin deb hisobla qilib beramiz.